Assalomu alaykum barchaga. Andijon Tungafon kanalida sizlar do'stlar. Mana navbatda ishimizni ham Xudo xolasa yakunlayapmiz. Bu ishimizni Netprom shaharda qilib beryapmiz. Netpromda. Bu esa mana robotxonasi. Xudo xolasa bu mana ichkari shapkalari, Xudo xolasa mana ko'prali fasonda qilib, chiroyli qilib har bitta kelgan belvog'iga goltimizdan qo'yib, Xudo xolasa o'ta go'zal holda qilib beryapmiz. Mana bu tarafi bitgan, ichki burchagimizga baho berib qo'yasizlar. Do'stlar, xizmatlarimiz vodiy bo'ylab kimyoki Tungafondan ish qildiraman deb istayotgan bo'lsa, bemalol vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz obunachilar. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Nomerlarimizni ekranda qoldirib ketamiz. Sizlar agarda musofirda bo'lsanglar ham Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Bemalol telefon qilib buyurtma bersanglar bo'ladi. Navbatdagi xonadon sizlarga bo'lishi mumkin. Xohlasa bu ishimizni mana ko'rib turibsizlar obunachilar. Shu mana robotxonasini shaxmatlarimizni qilib bo'ldik. Do'ppilarni esa mana bu yulduzcha shaklda qilib, juda go'zal holda qilib beryapmiz. Albatta bitgandan keyin ham albatta videosini joylaymiz obunachilar. Bu esa mana tashqari tarafimiz bitib bo'ldi. Hali beri ichkarida ko'rganinglardek goltimizni hali beri ilib bo'lmadik bu tarafiga. Endi ilib bu yerda ham chiroyli qilib beramiz. Videomiz kimga foydali bo'lsa, layklarni bosib, shu videomizda keyinroq tarqalishiga bir bu yerda kanallar tarqatib yuborsanglar ham yaxshi bo'ladi obunachilar. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa xizmatlarimiz vodiy bo'ylab